xizmat ko'rsatish sohasi eng qadrsiz soha. Bu narsani men birinchi qayta sezganman. Xitoyda o'qib yurganimizda bir tanishim telefon qildi. Sherzod bir rus er-xotin boradi. Ularni bir hafta davomida Xitoyda aylantirib, zavodlar sotib olishadi, оборудованиялар sotib olishadi, olib kelasan, pulini beradi. O'shanda ketib tursam bir tarjimon bo'lib yurgan aka bor edilar. Sherzod pulni kelishib oldingizmi dedilar. Yo'q aka dedim, shu ko'chada endi $100 o'shanda bir kuniga tarjimonlarning narxi. Bilsa kerak desam, Sherzod kelishib oling. E'tibor bermadim, ochiq shunda. Xitoyda kezib bordik. Balla uchalamiz bitta xonada qolgan kunlarimiz bo'ldi. Nima bo'lsa yegan kunimiz bo'ldi. Qiyinchilik bo'ldi. Ishlandi, vaqt ketdi. Qaytdik. Ishlar zo'r bitdi. Qo'limga $100 pul berishdi. 7 kunga. $700 emas, $100. Kelishmaganmiz-ku. Yetdim aka, bunaqa bo'lmaydi. O'zi $100 ko'chada. Mayli siz kuniga 700 bo'lar, mayli siz 700 emas, 400 va $500 bering desam, Google'dan ham qarab qilardik. Mana shunaqa gap bo'lgan. Realni shunaqa bo'lsa, 7 kunda qadrdon ketgan. O'zimiz ham eplardik deganga o'xshagan ma'noli gaplar bo'ldi. Haligi joyda tushunganman. Shuni eslab qolmading, oldindan kelishib olmading.